shunaqangi paytlar kelsa-da, Amerika, Koreyalik, Germaniya rivojlangan davlatlar bor, Xitoy bunday saytlarda yozib chiqsa-da, BBC'larda mana o'quvchimiz O'zbekistonni nufuzli Adu universitetiga o'zbek tilidan sertifikat olib o'qishga kiritdi desa, voy bilat, miyasi kuchli ekan, O'zbekistonga o'qishga kiritdi desa-da. Onasi nefsi migrantlarimiz hali chetga chiqadi-yu, aylanib sayohatga chiqdi, misol uchun ishgami bo'lsa, bunday haligi aeroportdan kirganingizda pasport tekshirib, nimaga kelding, bunaqa deydi-yu. Pasportingizni bitta bersangiz, o'zbekligingizni ko'rib, dash savol bera olmasa-da, dimi qilib qolsa, bilat, O'zbekistonlik ekan, bilan elchixonasi piddat ishlaydi ular, onasini emsin. Yomon qiladi. Xush kelibsiz, yaxshi boring deb kuzatib yorsa-da. O'zbek tilidan sertifikat olgani haligi IELTS'ga topshirib, mana qilishsa-da, men hayolimda vashchi maza qilaman-da. Obro' bo'lsa-da, bilar O'zbekistonga kelib turali ruslar ishlagani patent topshirsa-da. O'zbekistonga patent topshirib gapirsa, nimaga keldingiz, bunaqa deb hali ishchilar savol bersa, ruslar javob bera olmasa, извините, я не знаю узбекский язык desa, это ваша проблема. Bu yerda o'zbekcha gapirish kerak. Avval o'zbekchani o'rganasiz, keyin kelasiz desa. Sertifikatga topshirsa, tasavvur qiling. San'at va madaniyat institutida o'qiganimda kunduz kechalar degan spektaklni ko'rganimizda shunaqa joyi bo'lardi, Akmal Ikromovning gapi bo'lardi. Bu kunlar hali keladi. Balki biz bu kunlarni ko'rmasmiz, lekin albatta keladi deb. Sizda yo'q narsani so'rayapsiz O'zbekistonda.